ijtimoiy tarmoqda kuzatgan hamyurtlar 2025-yil 17-may sanasi kamen degan giloslarimiz do'stlar yaqinda ko'rsatib o'tdik. Do'stlar uzilish boshlandi. Bu ham Valovoyd o'rnida aka qanaqa narxda ekishni bilmayapmiz deganlarga ertaga, kechga, o'rtaga bir hafta 4 kun farq qiladi bu giloslar orasida. Qaysi birini ekishga ham bunaqa o'ylanyapmiz boqqa degan. Do'stlar bular hammasi sinovdan o'tgan. Sopi bandi uzun, kamensa hamma biladi. Bu ham yangi sortlardan biri. Kalibrda o'ta yirik bo'ladi. Mana bandi qattiqligi, yumshoq basma deganlarga o'ta qattiq bo'ladi. Endi yaqinroq olib keling do'stlar. Koreyaga berdik do'stlar gilosda. Xuddi mana shunaqa korobkaga solib mana yaqinroq olib ko'rsating. Mana gilosga baho beramiz. O'qilamagan deganlarga bu orqa betlik bo'ladi. Kamensa hamma biladi. Eng qizig'i do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Buni qarang, kalibrda ko'ringlar do'stlar. 32 30 ham tevasida. Uni ko'ringlar. 28 ham tevasida, 26 ham tevasida. Ko'rdilaringmi? 32 ni ham tevasida nima bo'lyapti. Bu gilosdan boq qilaman deganlarga bitta-bitta jo'natib beramiz. Xudo xolasa, holatlari zo'r. Koreyaga mana xudo xolasa yetib boradi. Gilosdan boq qilaman deganlar bitta podpiska urib qo'yamiz, bitta like bosib qo'yamiz do'stlar. Bu nima deyapti gilos? Yaqinroq ko'rsating. Do'stlar, Karmen. Sog' bo'linglar do'stlar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga barini tashlab boramiz do'stlar.